Osiyopi, bilasizmi, ko'pchilik ko'p vitamin ichsa ham ta'sirini sezmaydi, u vitamin sifatsizligidanmi yo o'zi odamga ta'sir qilmasligi mumkinmi? Nimadan bo'ladi shu? Vitaminlarda ta'sir qilmasligining asosiy sababi ichagidan deb bilaman. O'shaning uchun ham analiz topshirganimda juda ko'p ayollarda hozirgi paydo bo'layotgan mana shu autoimmun kasalliklar, masalan, AID hozir ko'payib ketdi. Kandidalar, bular barchasi mana shu ichakdan boshlanadi. Shuning uchun 3 ta mahsulotdan men umuman insonlarni ehtiyot bo'lishga tavsiya qilaman. Bular shakar, sut mahsulotlari va glutenli mahsulotlar. Shakar o'zimni olib qarasangiz, qandli diabet paydo qiluvchi, bizni semirtiruvchi, bizni tezroq onkologiyaga olib boruvchi va birinchi o'rinda parazitlarning asosiy ovqati hisoblanadi. Parazit bor inson qancha ko'p shakar yesa, ana shu parazitni rivojlantiradi. Uni faqat ko'payishiga sabab bo'ladi va paraziti ko'p bo'lgan insonda vitamin C ta'sir qilmaydi. Mana shuning uchun vitamin C ta'sir qilmayotgan, slabый, ko'zidagi qoraygan, ozg'in insonlarda birinchi o'rinda men qondan parazitni topaman va parazit bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu sutli mahsulotlar. Sutli mahsulotlar nimaga? Hammaga ham emas. Lekin juda ko'p insonlarda aynan sutli mahsulotlar ichakida problemasi bor insonlarda kandidalarni, griboklarni rivojlanishida hissa qo'shadi. Ayniqsa ginekologik doim kasal bo'ladigan ayollar ichagidan boshlanadi hamma narsa. Kandida o'zi ichagida bo'ladi. Ular sekin-sekin o'sha terida problemalar paydo qiladi. Ayollarda har xil vizeliniyalarni olib kelishga paydo qiladi. Og'izdan har xil hidlar keladi. Bu mana shu sutli mahsulotlardan ba'zi paytlarda ehtiyot bo'lish kerakligini ko'rsatadi. Va mana shu ikkita aytgan narsaning ichida eng ashaddisi bu glutenli mahsulotlar. Glutenli mahsulotlardan juda ham bosh egish, chiqib ketish juda ham qiyin. Xamirli mahsulotlar bilasiz. Xamirli mahsulotlar bizani mana shu ichaklarimizni, varsinkalarini o'ldiradi. Qarang, mana ichak bo'lsa, tasavvur qiling, mana ichak. Ichagimiz 1,5 metr hisoblanadi. Yegan ovqatimiz 12 barmoqli ichakka tushgandan keyin sekin uzun ichak orqali mahsulotlar so'riladi. Qanday so'riladi? Mana bu ichak. Ichakning varsinkalari bor. Xuddi anu polartadigan latta bo'ladi-yu. Bilasiz. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Yegan ovqatimiz mana shu varsinkalar orqali yegan ovqatimizga vitaminlar, A vitamin bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, aminokislota bo'ladimi, hamma narsa mana shu nimani ichakning ichidagi prostranstvoga kiradi. Mana shu varsinkalar orqali, chunki bular so'ruvchilar. Bular bo'lmasa vitaminni ichasiz, ichidan chiqib ketaveradi. Vitaminni ichasiz, ichidan chiqib ketaveradi. Sizda holsiz kasalliklar bo'laveradi. Mana shular vitaminni ichakka olib kirib beradi. Mana shu ichakning ichida kapillyar tomirlar bor. Tomirlarga qon orqali so'rilib jigarga boradi. Tushundingizmi? Jigar kelgan o'ziga kerakli narsalarni olib qoladi, qolganini bezlarga, gormonlarga, bu yerga, oshqozon osti beziga, buyrak usti beziga, qalqonsimon bezlarga gormonlarni jo'natib yuboradi. Chunki bezlarda ishlab chiqaradi gormonlar. Va ba'zilarni qonda toshib yuruvchi qilib qo'ygan, qonda tashilib yuradi. Qonda har xil eritrotsitlar, gemoglobin, limfositlar, bular hammasi bizning mana shu yegan oqsilarimizdan paydo bo'luvchi materiallar hisoblanadi. Endi mana shu ichakka so'rilishiga, qonga borishga bo'luvchi varsinkalarni yo'q bo'lishining asosiy sababi gluten, kley kavina. Mana shu xamirli mahsulotlarimizda kleyni juda ham ko'pligi. Bilasizmi, mana lag'monni cho'zib povurlar cho'zib bersa qanchalik cho'zilib ketadi. Anu turetskiy shirinlik bor. Yog' bilan, slivishniy mahsulotlar bilan bulab qo'yasiz, keyin tortsangiz salafandaqa cho'ziladi. Nimaga salafandaqa, piyozni po'stlog'idaqa xamir qanday cho'zilishi mumkin? Chunki ichida kley bor-da. Mana shu kley bizani ichagimizga tushgandan keyin mana shu varsinkalarni ishlash jarayonini sekinlashtirib, ularni yemirishni boshlar ekan. Bu bir pasda bo'lmaydi. Masalan, bugunga siz bir oydan keyin shunaqa bo'lib qolmaysiz, bu yillar davomida. Bizda mana tishimiz chiqdi, gapirishni boshladik, nondan boshlanadi. Ovqatga non turg'ab beramiz, shakar choy ichiga non turg'ab beramiz. Bolalarimizga qonni to'ktirsin, non beramiz-ku. Mana shu nonli mahsulotlarni yillar davomida qilishimiz bizda keyinchalik ovqatlarning yaxshi hazm bo'lmasligi, vitaminlarning yaxshi so'rilmasligi va mana shu vitamin so'rilmasligi bizni har xil surunkali kasalliklar va allergik holatlarga, badanda psoriaz, ekzemalar, allergiyalar, ozgina narsa yesangiz qichishib ketish, pomidor esa qitishish, tarvuz esa qitishish, bular hammasi ichak kasallanganligidan. Ichakdagi mana shu varsinkalar kerakli mahsulotlarni olib keta olmayapti, bijish, achishish paydo bo'lyapti. Mana shu sababdan insonlarda kasallik boshlanadi. Shuning uchun asosiy 3 ta narsani men ratsionda kamaytirishni tavsiya qilaman. Bular shakar, yana bir bor qaytaraman, sutli mahsulotlarga ehtiyot bo'lish kerak. Glutenli mahsulotlarni juda ham kam, ba'zi iste'mol qilishni tavsiya qilaman.
O'shaning uchun non yesa ichagingga shlak bo'lib yopishib, vitamin so'rilmaydi derkansiz-da, o'shaning uchun. Xuddi shundan. Mana shuning uchun bilasizmi, yana bu nonni bitta tarafi bor. Narkotikka o'xshab insonni o'ziga bog'lab qo'yadi. Ayollarni ko'rgansiz, o'zingiz suhbat qilgansiz. Men nonsiz yashay olmayman, opa, nonni olib tashlab meni ratsionimdan deydi. Shunaqa. Nima qilsangiz qiling, men bir bo'lak non yemasam men odam emasman deydi. Mana shu narsa ularni psixologichески nonga bog'lanib qolganini bildiradi. Bu bilan ham ishlash kerak, aytsangiz. Keyin yaqinda o'zimiz ham eksperiment qildik. O'zim akamga aytdim, non yemang, ozgina o'sha xamirli narsa yemang degandan keyin har kun ichim kelishni boshladi. Deyapti. Ungacha ko'p qotardi, qabziyat bo'lardim. Hozir primoy zo'r bo'lyapti, mazza bo'lyapti. Primoy yeyapman, hazm bo'lyapti, mazza qilyapman degan narsa bo'lyapti. U o'sha non qanaqadir shlak qilib qo'ygan bo'lishi mumkinmi ichagini? Tasavvur qiling, bitta uzunchoq baklajkaga o'xshagan narsa. Ichiga sabzavotlar, go'sht, hamma narsa solyapsiz-da, ustimda kley qo'yib qo'yapsiz. U qanday u keyin bundoq oqib ketishi mumkin. Agar o'sha kley bo'lmasa, tez so'rilib pastga tushib ketadi. Kley bo'lsa, yopishishni boshlaydi, bir-biriga yopishishni boshlaydi. Mana shuni shundan da bilsangiz bo'ladi. Hayotni qiyinlashtiradigan, qorinni dam qiladigan, allergiyaga, любой allergiyaga ta'sir qiluvchi narsa mana shu glutenli xamirli mahsulotlar. Endi qarang, Osiyo opa, sizda savol tug'ilishi mumkin. Muhammad alayhissalom davrida ham non yeyishgan-ku, deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Hozirgi bug'doy bilan oldingi bug'doyni osmon bilan yercha farqi bor. Bug'doyni o'zida farqi bor. Endi hozir uni bu unda paydo bo'lishi bilan u unda gapirmayman. Просто bug'doyni navini o'zida farqi bor. Oldingi bug'doyda B vitaminlar, temir moddalari, kletchatkalar hamma narsa joyida bo'lgan. Hozirgilarda esa birinchidan hozir guruchlarda ham ko'ryapsiz, o'zgarib ketgan, shishaga o'xshagan guruchlar chiqqan. Bug'doylarda ham sifati o'zgargan. Bu bir. Ikkinchidan hozir asosiy maqsad unni qanaqadir oppoq chiroyli bo'lishligiga, droja bilan soyganda reaksiyaga kirib ishishiga va xamirli cho'ziluvchan qilishligiga xizmat qiladi. O'shaning uchun ham hozirgi non bilan oldingi nonni osmon bilan yercha farqi bor. Oldin insonlar non yeb quvvat olgan bo'lsa, hozir insonlar non yeb kasal bo'lyapti.